Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Kecha chiqish qilolmadim, sababi yaqinlarim xavotirga tushishdi. Mani ijtimoiy tarmoqda ko'rishgan, YouTube'da ular xavotirga tushib qolishgan. Endi ularga chiqmayman boshqa dedim, chiqmasam bo'lmaydi, o'ylab ko'rdim, bir kun o'yladim. Baribir chiqaman. Kanal chunki yomon maqsadda yoki bir qanaqadir g'arazli niyatda ochilmagan, kimgadir xusumat yoki boshqa ma'nosida ochilmagan, faqatgina ba'zi bir jumlalarni o'rganyapmiz. U jumlani egasini o'rganmayapmiz. Jumlani egasini yurish-turishi boshqasini emas. Faqat jumlalarni, tuzilgan jumlalar va filologiskiy ayniqsa deb nomlangan, deb nomlangan beg'ubor haqoratlarni o'rganyapmiz. Endi biz uni haqoratmi degan so'roq qilib o'rganyapmiz. Balki o'zimizni qarashlarimizni ham o'rtashyapmiz, ya'ni bu haqorat deb o'zimizni tushunganimiz bo'yicha aytib ketamiz. Ya'ni biz ahmoq emasmiz. Buni zoti munavvarlarning o'zlari ham aytganlar. Bu xalq aldamaysizlar, bu xalq ahmoq emas, bu xalq dono deganlar. O'shanga o'xshab, lekin bu dono xalq nimagadir 98% zoti munavvarlarning muborak lafzlaridan chiqqan gap. 98% xalq Guli Ra'no va uni qo'llab-quvvatlayotganlarni, ya'ni yoqlayotgan ekan. Zoti munavvarlarning muborak lafzlaridan chiqqan bu gap. Lekin xalq dono. Bu xalqni ahmoq qilolmaysizlar. Demak, zoti munavvarlarga javob deb qo'ysak bo'ladi buni. Ortiqcha kirishmaymiz bu joyga. Demak, xalq ahmoq emas, xalq dayus emas. Agar 98% xalq u Guli Ra'no va ularni qo'llab-quvvatlayotganlarni yoqlayotgan bo'lsa, demak, qo'llab-quvvatlayotganlar dayus emas. Kusto hayratda. Endi kusto yo'q. Kelgan. Yana bir joyi bor edi. Yana bir joyi bor edi. Muhim joy edi. Nima edi ya? Mayli, muhim joy edi, muhim nuqta edi u ham. Xo'p, demak, xalqqa ko'zi ochiq, xalq dono, donishmand. Bu xalqni aldab bo'lmaydi. Xalqning 98% Guli Ra'no Qosimova va uni qo'llab-quvvatlayotganlarni yoqlayapti. Demak, 2% ginasi dono emas, ahmoq. Tushunarli gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, keyin keladigan bo'lsak, kimgadir nimadir nomni nisbat berish. Haqli ravishda yoki nohaq bo'lib. Haqli ravishda bo'lganda ham kimlar nom beradi, qaysi yo'sinni beradi, qaysi nimada, qanchalik, qaysi jabhada beradi. Ommatan beradimi? Ommatan birovga shunaqa laqab berib yuboradimi? Haqli bo'lgan ravishda demoqchiman. Yo'q, o'zini me'yori bormi? Kimlar beradi u laqabni yoki nomni? Nohaq ravish bor keyin. Ya'ni haqli emas u odam unaqa laqab olishga, lekin shunaqa laqab qo'yib yuboradiganlar o'zi ularga nisbatan nima javob qaytarish kerak? Keyin tuhmatchilar bor, bo'xtonchilar bor. Tuhmat menimcha boshqa narsa. Tuhmat birov qilgan ishi birovga ilib olish, bu tuhmat bo'lsa kerak. Bo'xton nima? Bo'xton bu menimcha uydirma. Shunaqami bo'xton bu uydirma degani menimcha. Bir narsadan bir narsa yasash. Hop. Nima yasaldi? Dayus bilan fohisha yasaldi. Buzuq ish qilgan degan xulosaligi bor va buzuq ishni tarafini oldi degan xulosaligi bor. Ikkita tarafga. Vaholanki buzuq ish qilingani
buzuq ish qilingani hali sudda o'rganilish jarayonida, lekin bashorat beruvchilar kim deydi? Mubashshir deydimi, nima deydi bashoratchilarni? Bashorat beruvchilar bashorat berib tashlashdi. Qonunlar zo'r ishlayapti deysiz. Qonunlar zo'r deysiz, unaqa bunaqa deydi. Qonun ishlab tursa, mana qonuniy ko'rilyapti, hali nima qilasiz? Bashorat berib, o'zingizni aqlingizni fosh qilib. Xo'p. Endi biz ko'rdik, anaqa bunaqa videoni ko'rdik. Rus tilida bir so'z bor. Jargonda ko'p ishlatishadi toshkentliklar. Недоразумение. Tushunmovchilik degani nima? Anglashilmovchilik. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Siz ko'rgan video tim bo'li kesib ulanganligi shunday, uni ham aniqlab ko'rsatib qo'yishdi. Boshqa shunga o'xshagan. Mayli-da endi-da. Biz oddiy xalqmiz, buni ijtimoiy tarmoqda ko'ryapmiz, fikrimizni bildiryapmiz. Unaqa ishlarga aralashish niyatimiz yo'q o'zi. O'zimizga ish orttirib. Lekin o'zimizni farosat ko'zimiz bilan ma'lum bo'lib turgan narsa. U video hech narsani oqlamaydi. Mana sizga bitta gapda bir 2-3 minutlik videoni ko'rdingiz. O'shandan nima xulosa chiqarasiz? O'sha yergacha kelib o'sha videoni 1-sekundidan boshlab, undan oldin 1-sekundidan oldingi jarayonlarni ham aytib bering bu videodan. Agar xulosa chiqarishga haqli bo'lsangiz, undan oldin nima bo'lganini ham aytib berishingiz kerak. Shunaqa ma'lumot bo'lishi kerak sizda. Yo siz 3 minutdan o'sha xulosa chiqarib olasiz. Bunga sizni yuksak beg'ubor farosatingiz, ma'naviyatingiz, saviyangiz sabab. Gap bo'lishi mumkin emas. Supersiz siz. Siz bebahosiz. Bebahosiz. O'shaning uchun ham kimgadir nimadir nomni, laqabni qo'yib olasiz. Siz uchun uni nimadir deb atash halol bo'ladi. Sizni pozitsiyasi shunaqa-da. Baraka topkur, o'zingga insof qil. Hali hayot oldinda, nasib bo'lsa umr ko'ramiz. Oyog'ing tagidan nima chiqadi? Nima holatga tushasan? Sen tushmasang, seni zurriyoting nima holatga tushadi? Nima kunlar ko'radi? Qanaqa imtihonlar bo'ladi? Kim qanaqa o'tadi o'sha imtihondan? O'zing qancha imtihondan qanaqa o'tib kelding shuncha paytdan beri? 20 yil yashadingmi? 40 yil yashadingmi? 50 yil yashadingmi? Qancha yashasang? imtihonlarni qaysi biridan qanaqa o'tding? Qaysi imtihonlarda Xudoyim taolo seni bekitib ketdi qilgan qilmishlaringni, o'ta olmaganlaringni, yolg'iz qolganlarda qilgan ishlaringni esla. Pinhon qolgan joylarda qilgan ishlaringni esla. Voy, mazza qilib esla, beg'ubor qilmishlaringni esla. Beg'ubordan esla. Va insof qil. Birovga nimadir nom berma. O'zingga mas'uliyatni yuklama. Sen bermasang o'shanga gap yuradi xalqda. Sen bermasang yo'q. Zurriyoting, nasl-nasabingdan sekin ular ham imtihon bo'lib shunaqa bilan ko'riladi. Kimgadir nimadir nom berib oldingmi? O'sha imtihonda agar u sen to'g'ri nom bergan taqdiringda o'sha imtihon bilan o'zing ham sinalishingni ham o'ylab ko'rgin. Mard bo'lib gapirib yuborsan-ku, dayus fohisha deb. Baraka topkur. O'zing ham hali shu imtihon bilan sinalasan. Mani gapimni hali hayotda ko'rasan shu joyni. Mana xalq dono duosi bilan o'sha xalqqa bittasiman mana. Mana bitta o'sha xalqqa bir qismiman. Hali hayotda kimgadir nimadir deb baho berib yubordim, o'shani hali o'zing sinalasan o'shan bilan. Qani o'sha yerda o'zing qanaqa o'tib ketarkansan? Dayus bey bo'lib qolasanmi? Yo zinokor bo'lib qolasanmi? Onson tutmagin, qanaqa zamonda, qanaqa makonda, qanaqa jamiyatda yashayotganingni unutmagin. Tushundingmi? Ko'rpingga qarab oyoq uzatgan, tilingni ham o'shanga qarab uzatgan. Katta ketma. Shunaqa gap. Insof qil. Muruvvatli bo'l. Agar sen kimgadir muruvvat qilsang, muruvvat degani faqat pul berish, soqqa berish, yaxshilik qilish emas. Kimni bitta o'zingdan ko'ra gunohkorroq odamni ham yoki aybliroq, nuqsonliroq, yo ruhiyatida, yo jismonan noqisroq, yo bo'lmasam bir ishlarni eplolmaydi, uddasidan chiqa olmaydi. Sen lekin eplab ketgansan nimagadir. Sen zo'rsan. Gap bo'lishi ku emas, sen zo'rsan. Sen shunaqa yaramas ishlarni qilmagansan. Lekin o'sha yaramas ishlarni qilayotgan odamlarga nisbatan o'zingcha o'zingni katta ketmagin.
hali yashab turganingni, soat aylanayotganini hisobga olgin. Haqqa xotiming nima bo'lishini ham o'ylagin. Kibrlanma. Kimlargadir nimadir baho berib non berma. Nabarot, o'zingdan ko'ra pastroq deb bilyapsanmi, o'shani aziz qilgin. O'sha haqiqiy aziz inson shu. Sen qilmagan yaramas ishni u qilib qo'ydimi? Sen o'shani qo'llab-quvvatla. Ana seni jentelmenliging, seni odamgarchiliging. Men qilmaganman, bu qilgan mavzu emas, u yomon, rasvo bilan degan u odamgarchilik emas u. Bu hayvonda ham bor anaqa. Kuchlisi kuchsizini yengadigan. Hayvonlar shunaqa bo'ladi. Kuchlisi kuchsizini yengaveradi. O'rmon qoidasi-da, o'rmon qoidasi. Kuchlisi kuchsizini yeydi. Bunaqa bo'lma, hayvon bo'lma, odam bo'l. Odam bo'l. Hali ham bir narsasi isbotlanmagan, qonuniy tarzda isbotlanmagan, undan tashqari isbotlangan yoki isbotlanmagan taqdirda baribir haqqing yo'q. Til uzatma. Insof qil. O'zingni kelajagingga, zurriyotingga insof qil. O'zingga insof qilmasang, zurriyotingga insof qil. Hali zurriyoting nima imtihonlar bilan sinaladi? Qanaqa zamonda, qanaqa jamiyatda yashaydi? Qaysi biridan qanaqa o'zini omon qoldiradi? Sen zo'rsan, sen gap bo'lish mumkin emas. Sen zo'rsan. Gapingdan shu ko'rinib turibdi. Sen zo'r ekansan haqiqatan. Sen dayus emassan, sen fohish emassan. Lekin bizni ko'rmaganmiz qayerda nima qilganingni. Sen gaplaringdan kelib chiqadigan bo'lsa, shunaqasan sen. Lekin insof qilib uni esla, o'tmishingda nimalar qilgansan yo qilmagansan. Uyat kerak emas, ozgina uyat. O'rgilib ketay, aylanib ketay. Shunaqa. Shu gapirishim bilan davom etishim mumkin yana. Marhamat, senga kommentariy yozib, ichingdagi zaharlaringni, infeksiyalaringni tarqatishing uchun men senga bitta kommentariy qoldirishing uchun mana shu videoni chiqarib qo'yaman. Sen maza qil. Chunki sen maza qilayotganim ichingda insofligingdan bor, insofga chaqirsa yuradigan. Umuman yurmaydiganingdan bor-da. Ensang qotib ko'rib turganing bor. Shunaqa. Lekin men seni pozitsiyangda emasman. Men senga o'xshab, senga tupurdim demayman. Tushunsan? Sen tuplab yuborasan tuyaga o'xshab. So'g'ligiga oshib ketganmi, boshqami? Yo'q, men senga unaqa demayman. Sen ko'r, insofga kel. Kelmasang o'zing bilasan. Senga tuplamayman. Senga tupugiman uvol demayman. Yo'q, seni unga haqorat qilmayman. Sen aziz va mukarram insonsan. Nasib bo'lsa, bugun emas, bir kun sen ham insof kelib qolasan. Bizda ham insofsiz davrlarimiz bo'lgan, yaramas ishlar qilgan paytimiz bo'lgan. Sekin-sekin insofga kelyapmiz. Bundan ham insofliroq bo'lib qolamiz. Lekin insof yo'liga o't. Insof qil. O'zingga, boshqalarga. Boshqalarga qilgan insofing, boshqalarga qilgan muruvvating, kechirimliliging, aybini bekitishing, Xudo senga shunda rahim qiladi, muruvvat qiladi. O'rgilib ketay sendan. Shunaqa qilgin. O'zingcha qo'y, Mahmudda zo'r bo'lma, Mahmudda kommentariy yozib o'zingcha boplab qo'ydim deb ketasanmi? Nima sen o'zi ko'rsiz, bunaqa balton bo'lmagin, bunaqa balton bo'lma. O'rgilib ketay. Shu gaplar senga. Endi bizani qo'llab-quvvatlayotgan, kuzatib turgan va biza bilan samimiy ma'noda chin dildan gazini bosishimizni xohlayotgan, har kuni bizani chin dildan suhbatimizni kuzatayotgan va turli xil duolar, duoyi xayrlar qilayotgan, yaxshi tilaklar bildirayotgan yurtdoshlar, vatandoshlar, hazrati insonlar, hammanglarga rahmat. Va meni ko'rib ensasi qotib, bir joylari bir narsa bo'lib qo'yotganlar, endi nima qilay? Shunaqa yo'lni tanlab qo'ydi, endi ijtimoiy tarmoqda ko'rinish berib qo'ydi. Ma'zur tutasizlar. Sizlar ham, bundan tashqari meni yaqinlarim, yaqindan bilgan tanishlar, boshqalar, sizlar ham meni kechirishinglarni xohlayman. O'zi bilsanglar, eskidan xalqimizda ko'pchilik uydan artist chiqishi yoki televizorda chiqishi yoki bir hofizda chiqishi noqulay bo'lgan. Uni qarindosh urug'idan noqulay hisoblanganda. Bu ham ijtimoiy tarmoqda ko'rinishi ham, bunaqa har xil gaplar bilan chiqish ham baribir o'ziga yarasha noqulaylikni tug'diradi. Kimlardir ensasi qotishi mumkin, shunday xijolat bo'ladi. Meni yaqinlarim ham.
Endi chunki ular mani qanaqaligimni, kamchiliklarimni, ayblarimni hammasini bilan taniydi-da ular mani. Tanishadi. O'shaning uchun sal ensaligim qotishi mumkin. Shunaqa gaplar. Ani kinoni ko'rganmisizlar? O'g'ri bo'ladi-yu bitta ruslarning kinosi, eski kino. O'g'ri bo'ladi-yu. Faqat insofli o'g'ri bo'ladi. Shunaqa mana bir yaramas odamlar, lekin insofim bor ozgina. Tinch bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudoyim o'zi hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin, o'nglasin. Samimiy bo'lishimizni, unaqa g'irromchi, soxta, o'zidan bir narsalar yasab olib, narsa qilib olish, shunaqa soxta bo'lishdan asrasin. To'g'risida. Oddiy odam bo'linglar. Mayli kelajakda balki bu nimamiz, kanalimiz faoliyati boshqacharoq yursin-da, yanayam bir o'zimizga, xalqqa ham ma'naviy, ham moddiy foyda keltiradigan kanalga aylanib ketar ehtimol. Kanal rivojlanib ketar. Obunachilar soni ko'payib, boshqa bo'lsa, yurtimizga, xalqimizga foydasi tegadigan ba'zi bir ishlar bilan shug'ullanish orzusi bor va yaxshi-da. Bitta yaxshi mashg'ulot bo'lgani, ham undan ma'naviy, ham moddiy daromad kelib turishi zo'r-da. Zo'r. Shunaqa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammanglarga rahmat. Yana ko'rishamiz inshaalloh. Yaqinlarimdan uzr so'rayman. Yana chiqish qilganim uchun salomat bo'linglar.